nahotki shu bo'lsa sevgan. Yaxshi dam oldingmi? Rahmat, o'zingizchi? Zo'r. Onasi kelin tanlashni boplagansanda. Voy, baxtiga ko'z tegmasin, adajonisi. Siz qo'lingizni olib turing, men choy damlab kelaman. Voy, o'li. Voy. Ay, qo'lingga. Hey! Xullas, miyalari qattiq shikastlangan. Yo'q. O'zlarini erkak kishi sizni ayol kishi deb o'ylashlari mumkin. No, sabr qilasiz, 10-15 kunda o'tib ketadi. Voy. Hozat! Menga mana shunaqa gapiryaptimi? Ha, bor, eri, xotining chiqdi, qara. Ya, ada rol o'ynayapti. Bu jinnini yoqib olgan. Hozat! Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Ertalab turib salom qildingmi? Salom qildi. Yaxshi, bor qora ko'ylagimni dazmol qil. Voy, o rol o'ynayapsan. O jinnini yoqmagan o'xshamayapti. Tushunmadim, sen tiling chiqib qoptimi? Bolam, 15 kun ichida o'tib ketadi. Latta, yoqasini yaxshilab qil, hozir yana yeysan. Onayni magurlar Al Capone qiyshiq qilib ketganda. Voy adasi, Ha? qudesga yotgan ekan. Yaxshi-ku, kelishsin, kutib olamiz. Dollarchi qudeschi qizim tomon ketkizib qo'yganmiz bilsa-chi, bizlarni o'ldiradi. Voy, endi nima qilamiz? Yaman. O'tiring. Voy, xudolar uchun adas. Voy, xotining bekib o'lib ketamiz. Ha, ne chaqirding? Soqolingizni olmaysizmi? Ha, yoqmayaptimi? Yo'q, kechqurun sal botyapti-da. Jonimizni ber. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Yaxshimisizlar? Ha, yaxshi, rahmat. O'zingizlar tuzukmisizlar? Qizim ko'rinmaydi. Ana yondi. Nima yondi? Ha, o'rtoqlar yangi mashina oluvdilar. Shunga orqalari yonyapti, shuni gapiryaptilar. Qizingiz oshxonada ovqat qilyapti. O'shanga ulgurmadi, kiradi lekin bir pas turib. Voy, hammomda turib buzilib qolgandi. Kalamush tiqilib qolganmi? Yo'talyapti jinni. To'g'risini aytinglar. Men shikolat choshni olgansizlar. Bella, cho'lkalarga o'xshab qoldim-ku. Ya Zaharoy, urmang bolani. Men o'zim olib chiqib kelaman. Yur totoy. Ha, Oshxonada gaz ishlamayapti. Iltimos, shuni tuzatib bering. bitta sheplolmaysanman. Rahmat. Santi sipchi. Ha, ovqati pishib qoldimi? Ha, ovqati pishib qoldimi? Sizlar kelishinglarga niyabishni ovqat qotdi-da, o'shanga qolib ketdi. Tut ishlayapti, shu ozod to'g'ri miyada. Bo'ldingmi, Sigo? Sanjar! Qanibda maqsiga chaqib qo'ysinchi. Qanibda nosvoydan berchi. Opani o'zgarib ketdingiz. Sen o'yin qidiryapti nima qilyapsan? Voy, uyga mehmonlar kelganmi? Ne etmaysan, salom alaykum suyat bo'ladi-yu. Kelganimizdan beri sadoqat qizim ko'rinmaydi, kirgan-yu, sog'indim. Kelganimizdan beri sadoqat muncha ko'p. Qo'shnimni qizichi mushugini olib borib davolatibdi, $100 dedi. O'l odamni davoladi. O'sha payt xudo qarang, menning ahvolini qarang, odam o'lib ketyapti. Va ovqat qilib charchab uxlab qolibdi-ya qizinglar. Va rosa xafa bo'ldim uxlab o'rganiga. Bo'ldi, turamiz, turdik o'zi. Ha, turamiz. Ha, turamiz. Voy, o'tirsanglar bo'lardi-ya. Voy, ada, oyi, assalomu alaykum. Qachon keldinglar? Ha, kirarding, biz o'sha ketyapmiz. Ha, kirardik, biz o'sha ketyapmiz. Voy, o'tirsanglar bo'lardi, kelinglar. Oyi, kelinglar yana.
Boriyli o'zinglar ham. Boriylar o'zinglar ham. Mana nosvoy opa. To'g'rigan inson. O'zi bunaqa odati yo'q-da. Oy, meni boshim og'riyapti, uxlayman. Nima qildi unga? Yo, boshiga bitta urdim, o'ziga kelib qoldi. Voy, boblabsan. Ozod, nasligimni olib berib bor. Shkopda turibdi. O'zing top ber, topolmayapman. Bor, olib ber o'shaningga. Mana shkopda turibdi-yu shu yerda. Qo'yvor! Doktor, men prognostikam javoblar nima bo'libdi? Oho, ahvol juda og'ir. Sizga asabiylashish mumkin emas. Agar yana bir marta asabiylashadigan bo'lsangiz, meditsina sizga yordam bera olmay qoladi. U nima degani? O'ylasan degani. Endi qaytib yashayman, doktor. Asabiylashmasdan kulib yashaysiz. Sizdan $300 bor. Sariq ortirchga aka, sariq. Majbur qiladi bular. Endi o'mmasinglar chalolmaydimi? Nima buncha xursandsan? Zo'r telefon oldingmi deyman. Xursandmasman, asabim buzilyapti. Nimaga? Boshqa magazinda qimmat olib qo'yibman. Ishlash do'konlarida arzon narxda sentyabr oyida chegirmasi ketyapti ekan. Qanaqa chegirma? Honor telefoniga 15% chegirma yoki 20% bonus berilyapti ekan. Samsunggachi? Samsungga ham, Vivoga ham, Xiaomi telefonlariga ham 20% chegirma yoki 25% bonus ekan. Sen iPhone olgansan-ku. Shunga asabim buzilyapti-da. iPhone'ga 10% chegirma yoki 15% bonus berilyapti ekan. Unda men boraman-da shu chegirmadan foydalanib o'zimga 2 ta telefon olib olaman. Bitta odam bitta telefon olish mumkin chegirmadan foydalanib, tushunyapsanmi? Uf, jonimga tegdi. Nima joningga tegadi? Sizga qaraymi, ota-onangizga qaraymi? Alohida yashaymiz. Nima kulyapsiz, kuydirgan kallaga o'xshab? Kuydirilgan kalla? Adil, yashayman deysan? Mana, endi bir o'zing maza qilib yashaysan mana shu yerda. Meni ko'ryapsiz dadasi? Asablarim ko'payib, xotin senga hech narsa qilolmayman-ku. Bo'ldi, charchab ketdim. Qayerga bo'ladi, Tarsimon? Hali 150 ta qanchasi bor? Nima? Kelib bo'lish uncha qiyin-ey. Undan ko'ra trenirovka qilganim yaxshi edi. Trenirovkalarim qolib ketyapti. Siz salomni yaxshi qilib uyishlarni qoylating, shuni o'zi zo'r trenirovka, xo'p? Bizda yangi kelinchak ekansiz. Bizda shunaqa odat bor. Birinchi qavatdan 4-chi qavatgacha 40 kun tozalab qo'yasiz. O'zim tekshirib olaman. Tushuntirib qo'yasizki, yo'q? O'zinglar kelishib olasizlar-a, ayollar. Nima qilish kerak? Idealist bo'lsa, aytasan, qilishmayman. Aytamas. Padezlarni tozalab tursangiz bo'ldi, yetadi. Ey, to'xtang, men yordamlashaman, voy. Qaching-a? Odam charchab ketdi-yu. Olib keling bu yoqqa. Qiz bolani gumburlaganiga uylan, yerda qolmaydi deb shuni aytgan bo'lsalar kerak. Bo'pti, olam biz ketyapmiz. Qachon ketasiz? Ovqatni kim qiladi? Buguncha o'zing qilib berib turar, trenirovkaga ketyapti. Yuring, Tarsimon. Onam buni o'ziga o'xshatadi desam, bu onamni o'ziga o'xshatyapti-yu. Voy, soat 10 gacha uxlamasdan chiqib ko'cha supursangiz, uy ishlariga yordam bersangiz, onam qo'lidan ishlarni olsangiz bo'lmaydimi? Ha, sizga aytyapman. Bo'ldi. Dadam menga bunaqa ish buyurmagan. Paring tushasizmi? Tushaman. Hamma aytganlarim vaqtida bo'lsin. Xo'p bo'ladi, siz nima desiz shu begim? Jim yurgani bilan erkak ba'zi bir erkak. Ochilboy. Jasurboy, taniman mana boy bo'lar ekansan. Tanimasa boy bo'lam. Qada? Yo'g'i? Menga ham to'lab olgin javob. Bo'ldi-da, endi qachongacha senga to'layman? O'zingga ham o'zing to'ladi. Yaqinda boyib ketaman. O'shanda bitta restoran sotib olib senga haq beraman. Sen bu hayotdagi katta yutug'ing men bilan do'st bo'lganing bo'ladi. Aka qarz ko'payib ketdi, boshqa umuman bera olmayman. Siz mana shuni ham yozing qarzga, yaqinda boyib ketaman, 2 barobar to'layman. Jasurboy, nimaga hisobotlarni tayyorlamadingiz haligacha? Menga qara Sarimashak, bugundan boshlab hisobotlarni o'zing tayyorla, tushuningmi? Ishxonangga ham, o'zingga ham hisobotingga ham qo'yganim bor, arizamni. Yaqinda bo'lib ketaman, oyoq kiyimni tozalaysan sen. Tushuningmi? Kechagina 500 ming oylik yalinib yuruvdi-ku bu.
Alisa, singiljonim, oz qoldi, yaqinda boyib ketaman. Keyin steak yeysan sanam. Va ko'rsoqda. Nimaga tuzuk ishingdan bo'shab kelding? Yaqinda boyib ketaman dada, ko'rasiz. Boyib ketasan? Trading boshlading. Yo'q, Bo'lmasa ko'rdan boyib ketasan. ochillik tanimagandi, tanimasa boy bo'larkan-ku. Odam tanimasa boyib ketarkanmi? Bo'lmasa men milliarder bo'lib ketishim kerak edi. Menga qarasan bola, mana shunaqa irimga ishonib yursang, gado ham bo'lmaysan. Ochilboy, tanimasa boy bo'ladiganding. Ishdan ham ketdim seni gapingga kirib. Ko'chada it ham tanimayapti, lekin gadoy bo'ldim-ku. O'zingni bos, shunaqa deyishadi endi. Alaka chumchuq, boshqa nima qilasanmi? Boy bo'lar ekansan. Tushunmadim, boshqa chumchuq anaqasi boy bo'laman. Hada? Qani boshda o'rtasiga bir bajarchi ishingni. Bo'l. Sobir o'g'il, nima qilyapsan? Chumchuq boshqa anaqasi boy bo'larkan-ku. Qo'lingdagi chumchuq emas, kaptar-ku. Yo'g'i, kaptarga o'tmaydimi? Agar nima ish qilamiz? Nima ish bor aka? Bolalar. Ha, sizlar ham ishlaysizlarmi? Ayo, ketib. Pulini beraman, bolalar. Pul berarkansan deb yugurib borvormaymiz-ku. Mana boru bolalar. $5000 bersam-chi? Menga qara, hayotda hamma narsani pul bilan hal qilmaysan. Hamma narsani ham pulga sotib olurmaysan. Aslida meni dadam, ayamni dadalari, dadamni ayalari ham usta bo'lgan. Malyarshik. Bobongga ham usta bo'lgan. Shesham ham usta bo'lgan. Xo'p, ustagalar. Nimalar kerak sizlarga manar qilishinglarga? Bizga sement kerak, qop kerak, armatura kerak, antena. Shpaklyovka, antena, pantena, kraska qizil, qora bo'ldi. Ikkita usta ham yetasiz. Sizlarni olib keldim bo'lmasam? Bo'pti, o'zimiz ishlar ekanmiz bunday. Aka, Ha? ani yangamga ayting ani, nima ovqat qildingiz? Bir yeb peylik qorni ochdi-ku. Shu makaro. Men undagi qilib qo'ya qolaylik aka. شبها و یادم دیدادایی من آرام باشه شنازایی من شبها و یادم دیدادایی من Nima qo'ysanlar? Nima? Futbol ko'ramiz, nima qilardik? Kallang qursinsanlar, tur. Tur keling, uyingiz. To'xta, hey. Ha, nima? Siz, men bu Qatarga ketamiz, Qatarga. Qanaqa? Voy, bu juda ham oson. Mana Zumrad ilovasini yuklab olasiz, ro'yxatdan o'tasiz, ilovaga kirsangiz, to'lovlar bo'limidagi xolagan joyidan 200 ming so'mdan oshuv to'lov amalga oshirsangiz, siz ham Qatarga yetib olishingiz mumkin bilet. Zo'r narsa ekan-a? Qani qo'shib bo'yni? Voy, ashyo ustolinglar, ustagalar gaybu kuybaman. Endi qo'yverasiz. Hatto oldiga shuncha pulni. Shugacha natija padolka bergan pulingizni qanaq qo'yardik mana shunga. Natija padolka pulni ishlab turaringmi? Ko'proq imkoniyat bo'lsin deb, anaqa qayta tuqirdik. Hozir qancha tez pulimni qaytarsizlaring, shuncha tez sog' qilasizlar. Men ustalar qani? Ustaga! Hey! Endi men ham piyoda. Salomga qo'shing. Hey, qayt. Nima qilyapsizlar ko'chada? Qo'shningiz umidjonlagan uylarda azgacha ish bor ekan. Ularning ishlarini qolmiz. Maniki bitmaydi, to'g'rimi shunda? Meni bobom, shesham